Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bevafo taronimni so'raganlar nechta? Azizlarim, aziz muxlislarim, kattakon hammangizga rahmat meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, zo'r videolar olganingiz uchun. Shuning uchun aynan muxlislarim uchun challenge e'lon qilaman. 3-o'rin. Meni bevafo qo'shig'imni merchini, katta boksini sizlarga taqdim etaman. Bu yerda juda ham zo'r syurprizlar bor. 2-o'rin Premium Spa sertifikati va eng asosiysi 1-o'rin men bilan birgalikda restoranga borib kechki ovqatlanish. Challenge mening Telegram kanalimda o'tadi. Havola profil opisiyaniyasida. G'oliblarni esa 21-may kuni jonli efirda e'lon qilaman. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Qani kelishadi kimdirlar, Rasululloh yaxshi ko'rganlardi. Shunda ularga ham borib bu ishni qilmanglar. O'zlaring payg'ambarga tenglashtirmanglar deyshadimi? Shunaqa bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Men tushunmayapman-da. Kimdir prosta oxirgi paytlar ko'p ko'zim tushib qolyapti-da. Ba'zi insonlarni yoshga e'tirozi bor ekan. Ko'pchilikni er-xotinlarning orasida yoshida farqlar bor-ku. Shunaqa nafrat bilan yozishyapti-da. Birinchidan, avvalambor bu Allohning taqdiri. Ikkinchidan, endi men islom dinidaman, o'zim uchun sunnat nima, farz nima, baribir o'rganib olgan joyim bor-da, qo'limdan kelgancha amal qilaman. Shunda ular bu narsani noto'g'ri deb ham Allohga, ham payg'ambarga qarshi chiqyaptimi? Ulardan ham aqlliman men bilaman shunda. Yo'q, bunaqa bo'lish kerak emas. Ayol kishi обязательно erkak kishidan kichkina bo'lish kerak, o'shanda baxtli bo'ladi. Garantiya degan joyi bormi? Bilmadim-ku, men nazarimda qo'rqinchli odamlar deb bilaman-da. Shu darajada o'zini hatto payg'ambarlardan ham aqlliman deb o'ylayotgan bo'lsa, qayoqdan chiqyapti bu qo'rqinchli odamlar? Qayoqdan chiqyapti? Давай, покажи, как они кар делают. Как делают? Да, кар делают. Как они летают? Как? Алекс, а покажи, как бабочки летают. Ой, а как делает Человек-паук? Фу, как делает Человек-паук? Это машинка, она красная. Она красная. Вон они, смотри, вон птички. Смотри, птички. Смотри, как ты. Вон они. Вау. Давай зови их сюда. Давай зови птичек. Давай. Вот, молодец.